kanali hozir sizlar bilan birga har xil modlar qo'shganman, har xil maxluqlar, har xil moblar qo'shganman. Modlarda masalan, ko'rishingiz mumkin, mana bunday odam, mana shunday ko'rinishda odam, har xil qo'rqinchli maxluq moblar ham bor. O'shalar bilan birga выживание qilamiz. Qani, ketdik. Hozir bizlar выживаниeni boshlab olamiz. Atrofimizni o'rganib chiqishimiz kerak. Daraxt kerak bo'ladi bizga birinchi o'rinda. Lekin bu atrofda daraxt bo'lmasa kerak, qandaydir sahroda spawn qildi. Menga umuman yoqmaydi sahro. Nimaga deganda daraxt yo'q, kerakli narsalar yo'q. Lekin plus tomoni piramidalar chiqsa, piramidalardan yaxshigina ko'proq har xil narsalar yasab olsak bo'ladi. Mana quduq ham bor ekan, ana yerda. Mana bunaqa sahroda uchrasa kerak mana shunday moblar. Ularning o'zidan alohida kartalari bo'ladi, o'rmonlari. O'sha atroflarda ular uchraydi, har xil maxluqlar, har xil hayvon moblar bor. Hozir boyagi qandaydir yashil kiyimdagi qishloqlar mana shu sahroda uchrar ekan. Hozir men sahroda och qolib o'lsam kerak. Nimaga deganda atrofda daraxt ham yo'q. Bitta qishloq topsam yaxshi bo'ladi edi. Qishloqda ko'proq resurslar yig'ib, keyin aylanasidik, выживание qilasadik, har xil maxluqlar qidirib, oxiri xohlagan bitta maxluqimizni o'ldirishga harakat qilasadik. Hozir yugurish shart emas. Nimaga deganda hozir tez odamimiz qorni ochib qolishi mumkin. Bu Minecraftda bug'imi yo o'zi shundaymi? Mana bu yerlar ochilmay qolibdi. Pastlar ko'rinyapti, shaxtalar bor ekan. Qandaydir bug bo'lsa kerak. Juda g'alati bug ekan, lekin bug bo'lsa ham. Oxiri ochilyapti shu yerlar ham. Hozir har xil qizil qumli sahrodan tezroq chiqib ketish xohlayapman. Nimaga deganda daraxt kerak. Daraxt bo'lmasa o'zi hayot bo'lmaydi. Birinchi o'rinda daraxt yasash uchun nima yasash kerak bo'lsa, hammasiga daraxt kerak bo'ladi. Har doim. Hozir tezroq daraxt topib olishimiz shart. Judayam qiyin выживание bo'lsa kerak. Mana bularni sindirib cho'p olsak bo'ladi, daraxt sarflamay. Narsa olishga oldik-ku, lekin daraxtni qayerdan olamiz? Balki bular bizlarga narsa berar. Nima bilan savdolashadi bu? Qani ko'rib olamiz. Targovatsiya chiqmayapti negadir. Targovatsiya qilmasa kerak. Chiqmay qoldi chunki pimmi bug'mi bilmayapman. Ko'p bug'lar uchrab turadi. Menimcha bu mod juda ham ko'p g'alati modlar qo'shib tashlagan uchun juda ko'p 10 talar mod qo'shdim. Har xil. O, daraxt. Mana shu hududlardan maxluqlar chiqsa kerak deb o'ylayapman. Nega deganda hozir qandaydir tuman hosil bo'ldi. Tumanli o'rmon, tumanli sahro. Juda ham g'alati bo'ladi, sirli va qo'rqinchli bo'ladi. Sizlarga shunday mod yoqsa, biz qachondir Telegram kanal ochamiz o'zimiz tomonidan. U uchun sizlar obuna va like tugmalarini bosishingiz kerak. Bizlar tezroq hozir 500 ta obunachi bo'lsak, Telegram kanal ochamiz va sizlarga shu boshqacha zo'r modlarni tashlab turamiz. Bu modlar juda ham zo'r. Menga juda ham yoqadi har doim bunaqa modli o'yinlar. Har xil modlar, maxluqlar, horror maxluqlar juda ham zo'r. Menga o'zimga juda yoqadi. Sizlarga yoqsa like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Hozir qandaydir qochish bo'layapti modlar tufayli. Juda ham har xil modlar hozir spawn bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yo teksturani ochish uchun ana qilayotgan bo'lsa kerak atrofni. Ana qochishlar bo'layotgan bo'lsa kerak bug'lar. Bu bug'larga e'tibor bermasdan hozir выживание qilay desak, qandaydir bir bug'lar bo'lib turadi. Bu video qismlarga bo'linib chiqadi, maxluqlar topganimizcha.
baribir maxluqlar topish qiyin bo'ladi. Hozir biroz qochishlar bo'lgani uchun videoni shu yerda to'xtatishga to'g'ri keladi, baglar bo'lgani uchun. Bu baglar to'g'rilab, qaytadan videoni ikkinchi qismi chiqadi. Xayr, sog' bo'ling, sizlar bilan o'sha Foul Play bo'ldi. Tezroq kanalimizga obuna bo'ling.